Orqa oldiga aylanish uchun mana armaturani solamiz. Bu kelyapti. Yan kompyuterimizni ishlash jarayonini sizlarga ko'rsatsam, o'zbekchada yozilgan. Hop, mana haroratga kiramiz. 0 da turibdi, gradus ko'taramiz, ishlaydi. Suvni sovuqligi o'zi 17-18 nima ekan? 19 ekan, ya'ni 20 ga qo'ydik, ishladi. Xo'p. Endi bu yerdan chiqamiz. Mana hammasi o'zbekchada yozilgan. Shinek deganda surish vaqtlari mana. Ishlash vaqti, dam olish vaqti. Buni o'zimiz xohlagan nimaga qo'yamiz. Mana 2 minutga qo'yilgan. Ishlash vaqti. Hop, ezib turamiz, yana chiqadi orqaga. Dam olish vaqtini kiramiz. 10 sekundga qo'yilgan. Hop. Yana ezib tursak chiqaveradi. Yana orqaga. Yana orqaga. Hop, mana ventilyatsiyani oboroti bu. Mana xohlaganda ko'taramiz o'zimiz. Shamol oborotini. Juda ham oson. Hop, bu yerda sozlamalari mana nastroykasi degani gisteres bu. Gisteres oraliq vaqti, motor mana motor quvvati bu mana. Hop, yana ezib turamiz, orqaga chiqadi. Hop, urinib ko'rish, masalan, mana nechagacha? 24 gacha ekan. 24 marta orqa oldi qilib to ko'mirni sindirmaguncha mana shunday belgilab turaverasiz. 30 gacha ekan mana. Hop. Eng pasti 3 gacha mana. O'rtacha 5 ga qo'yiladi. Masalan, 5 marta ko'mir keldimi yeriga? 5 marta urinadi. Orqaga qilib to ko'mirni sindirmaguncha qo'ying. Agar sindira olmasa, siz telefoningizga soобщение keladi. Kotel o'chdi deb. Urinib ko'rguncha ham, birinchi urinish, ikkinchi urinishda ham soобщение kelib berib turadi. Xabar berib turadi. Nasos bu. Sirkulyatsion nasos 40 gradusga qo'ygan, masalan 40 gradus yoki 45 gradusda avtomatik o'zi ishlab beradi. To suvni qizdiradi, keyin отоплениyaga beradi. Telegram bu mana, Telegramga ulanish. Yonib, mana o'chik, mana yonib. Shunaqa. Yoqib olib Telegramga ulanadi. Wi-Fi tarqatib turadi o'zi. Shinek tozalash bu masalan. Shinek tozalashda mana kirsangiz o'zi stop bo'ladi. Bu ham o'chadi umuman kotel. O'chgandan keyin mana oldinga aylanish, orqaga aylanish. Shunday qilib shinek tozalab olsa bo'ladi. Rushnoy. Chiqib ketdik, yana o'zi kotel ishladi. Yana orqaga chiqib ketamiz endi. Yana orqaga chiqamiz. Ezib tursa orqaga ketaveradi. Asosiy menyu. Mana biz qo'ygan vaqt nima temperatura, bu joriy. Mana shu o'zining temperaturasi hozir mana shu temperaturani ko'rsatib datchik orqali. Lekin suv yo'q hozir bu kotelda. Xo'p. Bu ishlash vaqti mana hozir 2 minutga qo'yganmiz. 2 minutda shinek vaqti o'chadi. Dam olish 10 sekund. Ventilyator oborot 29 ga qo'ygan. Bu yog'i norin kotel. Xudo xolasa zo'r. Xo'p, endi bu yerdan orqa oldini tekshirib ko'ramiz. Orqa oldiga aylanish uchun